Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammaga tinchlik xotirjam salomatlik tilaymiz. Bugungi mavzuimiz ota-onaga yaxshilik qilish, ularni borida qadriga yetish, xizmatini qilish bo'yicha gapirib o'tmoqchiman. Yuragimda og'ritgan narsalar juda ko'p. Mayli siz migrant bo'ling, uzoqda yashang, lekin ota-onalarimiz qarovsiz qolib ketyapti. Qarovsiz deganda ko'chada qolib ketmayapti. Lekin kelin, yaxshi yomon kelin bor, boshqa bor. Bu yurakni og'ritadigan juda qattiq mavzulardan biri, chunki mayli men ham, boshqalar ham nima deydi, chet elda yoki bo'lmasa uzoqroq O'zbekiston boshqa nuqtalarida istiqomat qilib ishlaydi. Ishlaganligi yaxshi, yomon emas. Albatta yomon emas, yaxshi, lekin bitta masala bor-da. Rossiyada turadi yoki boshqa Yevropada bo'ladimi, dunyoning qaysi nuqtasida, lokatsiyasida ishlasa ham, yashasa ham ota-ona mana bu yerda nima yeyapti, mayli pensiyasi bordir, boshqadir, siz xotiningizga pul tashlashingiz mumkin yo boshqadir, lekin aynan ota-onangiz nima yeyapti, nima qo'yyapti, kim bilan necha marta, misol bir oyda qancha pul ajratdingiz, ikkita somsa yoki bir pul shashlik olib berdingizmi, yoki bo'lmasa bir novot olib berdingizmi? To'g'ri, ko'pchilik tanishlarimizda ko'pini ko'rdim, hozir Rossiyada yuribdi. Ba'zilari ota-onasi vafot etib kelyapti Rossiyadan. Hech narsa o'zgartira olmaydi. Ota-onangiz to'g'ri, siz Rossiyada turib o'zining kattasiga pul tashlang, xotiningizga aytmang hammasini. Xotiniga berdim deydi, siz nima ishonib o'tirasizda shunga? Ana shu masala meni yuragimni qiynagani uchun mana shu masalani men olib chiqyapman. Kimdir negativ fikrlab, Nuriddin, o'zing qilyapsanmi? Yo risoladagi bo'lyaptimi? Yo'q, bu Xudo bergani. Xo'p, senga ham Xudo beryapti, sizga ham. Mavzu qattiq. Qarash kerak. Xizmatini qilish kerak. Xotinim qarayapti yoki mening akam qarayapti, ukam qarayapti, opam qarayapti, singlim qarayapti emas. O'zingiz ham aynan nima yeyapti, nima kiyyapti, o'shani azancha e'tibor bering. Bu qayta dunyo. Shu oyda bo'lmasa, mana shu hayotda qaytadi, nari dunyoda ham qaytadi. Shu masala bo'yicha men juda qattiq, yuragim og'rigani uchun aytayapman. Ko'p ma'rakalarga boraman, o'g'li yo qizi boshqa va hokazo Rossiyada ya chet elda edi, kelyapti, ketyapti. Nimani o'zgartiradi? Ota-onani borida qadriga yetib, borida xizmat qilmasangiz, mayli Rossiyada turib yo Yevropada turib dollar tashayotganlar bo'lishi mumkin, yashirib, alohida mana otamga, mana onamga deb. Ular uchun otasiga rahmat, ikki qo'limni ham ko'tarib duo qilaman. Lekin faqat ayoliga tashab, onamga ham ber deb, ayoli onasiga bermay xor bo'layotganlar ham bor. Bu masalani men yuragim og'riganidan, ota-onalar qishloqda yashaymiz, vazmoish kam, to'g'ri pensiya beradi. Pensiya nima bo'ladi? Men misol uchun bir millionga bitta odam qancha kun yashashi mumkin? 5 kun, borinki 100 mingdan yeganda 10 kun. Mayli 15 kun ham yashadi. 15 kun nima deydi? Nimani? Sizga o'xshab bu ko'chalarda restoran, choy, ovqat, shashlik, tabaka
yeyolmaydi. Qari odamga, ayniqsa pensiyaga chiqqandan keyin u kishiga juda katta e'tibor kerak. Ham novot yeyish kerak, ham shakar, ham go'sht ovqatida umuman go'shtsiz ovqat yemasin. Aytishlari mumkin bir xillar, sen qildingmi, go'shtli ovqat qildingmi yo boshqa. Endi Xudo berganini qilamiz. Lekin bu gapni puli bo'lib turib bermay, xotinning so'zidan chiqmay yurganlar uchun aytayapman. To'g'ri, meni kim yomon ko'rsa ham, yomon ko'rmasa ham bu mavzuni olib chiqqan. Yuragim og'rigani uchun. Oqibat uzilmasi kerak. Hozir siz ota-onangizning kuchingiz bor edi, ota-onangiz kuchi bor edi, e'tibor bermadingizmi, keyin kechikasiz. Bu vaqt degan o'tadi, ketadi, orqaga qaytmaydi. Hurmatli obunachilar, buni maksimal tarqatib qo'yasizlar va buni oddiy mavzu emas, juda kuchli mavzu. Shaharlarda ham shundaydir, balki qishloqlarda ham bizlar ota-bobolarimiz shunchalar e'tibor berib qaragan. Mehnatini qilgan, xizmatini qilgan va shuni qaytargan. Hozirgi kunda ko'pchiligimiz meni buncha farzandim bor, meni buncha farzandim bor. Ertaga siz xuddi ota-onangizni o'zingiz o'rniga qo'yib ko'ring. Men o'zim ota-onamni o'zim o'rnimga qo'yib ko'ryapman. Menim yaxshi xizmat qila olmayapman, shunga ichim achyapti. Lekin Xudodan so'rayapmiz, yanada yaxshi bo'lishga, yanada yaxshi qarashga, e'tibor berishga. Bu hayot o'tadi, ketadi. Bu taqinchoq, boylik, bu mayda-chuyda u narsa eng oxirgi narsalar. Sizni eng katta boylik odamga sog'lik. Sog'lik bu dunyoda sotib olib bo'lmaydigan, hech narsa bilan joyini almashtirib bo'lmaydigan narsa bu sog'lik. Sog'likda shuning uchun qadriga yetaylik va ota-onamizni borida e'zozlaylik va qadrlaylik. Bu so'z kimlargadir kulgili ko'rinishi mumkin, kimlargadir ta'sirli bo'lishi mumkin. Lekin men bitta odam bo'lsam, qalbiga iliqlik so'zini nima qilib, "Ey, faloncha farzandsan. Men masalan, Nuriddin, och ko'zingni. Otangdan qarayapsanmi? Nima qilyapsan? Qancha qarayapsan? Sen shular qarzini shunday ham uzolmaysan" deb o'zim savol beraman. Sizlar ham o'zlaringiz savol beringlar. Men qancha ota-onamga qarayapman? Qancha xizmat qilyapman? Ota-onam men ona qornidan turib chaqaloq tug'ildi, ukol dori qildi, har kuni isitma bo'lganingiz isitdi, yemizdi, ukolga bordi, doriga oldi, ukol oldi, go'sht oldi, kiyim oldi, kiymadi, yemadi, ichmadi, faqat yedirdi, kiydirdi, ichirdi bizga. Nima uchun shuni hech bo'lmasa 110% qaytara olmaymiz, 110%. To'g'ri, oxirgacha xizmat qila olmaymiz. Hech bo'lmasa farzandimizcha ko'raylik ota-onamizda. Farzandimizdan ziyoda ko'ryapmiz, xotinimizdan ziyoda ko'ryapmiz. Ko'pchiligimiz xotin quli bo'lib qolganmiz. Shuning uchun ko'zlaring ochinglar. Men bu mavzuni yana aytaman, bu birinchi qismi, keyinlari ikkinchi qism bo'ladi. Hammaga sog'lik, salomatlik, ota-onalarimizda xor qilmaylik, o'z vaqtida qaraylik, o'z vaqtida mehr beraylik, kasal bo'lsa davolataylik, nimani yegisi kelgan bo'lsa shularni olib beraylik, yediraylik. Allohim buni hammasini qaytaradi. Sizga qaytib keladi, charpalik. Nimani eksang shuni o'rasan. Mana shunday. Hammaga tinch xotirjamlik, sog' salomatlik, ishlariga rivoj. Bizni kanalimizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi qismlarni yana aytib ketamiz.